Har bir laboratoriya maxsus o'sha inspeksion tekshiruvlardan o'tgandan keyin har bir tashkilotning o'ziga xos bo'lgan talablari hamda bundan tashqari ISO 17025 standarti bo'yicha talab qilingan sharoitlar bor. Har bir tashkilotning o'zining alohida talablari bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu yerda qo'yiladigan talablardan biri bu xodimlarning kompetentligi, ya'ni xodimlarning shu metodlarni, belgilangan metodlarni qay darajada amalga oshiriladi hamda moddiy texnik bazasi laboratoriyalarni yetarlimi degan savol eng birinchi o'rinda qo'yiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotida. Bu esa bizda hozirgi kunda aynan shu bo'yicha juda katta 2025-yilda juda katta ishlar olib borildi. Germaniyada, Amerikada, Angliyada, bundan tashqari Rossiya, Qozog'iston davlatlarida markaz laboratoriya xodimlari ayni shu jarayonlar bo'yicha perekvalifikatsiyadan o'tgan laboratoriyalarda tashrif buyurib, u yerda tajriba almashish jarayonlarini amalga oshirishdi va bu bo'yicha juda katta bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldi. Bundan tashqari markaz laboratoriyalar moddiy texnik bazasi yangilanib, zamonaviy asbob uskunalar sotib olindi.